O'zbekistonda mutaxassislarning ta'kidlashicha, bog'cha va maktab yoshidagi bolalarni taxminan 40-60% da gijja invaziyasi bo'ladi. Nima uchun bolalarda foiz yuqori degan savol tug'iladi. Bolalar gijjaga eng moyil qatlam hisoblanadi. Sababi oddiy, ya'ni gigiyena, qo'lini yuvmaydi, tirnoqlarini tishlash odati bo'ladi. Muloqot bog'cha va maktabda asosan o'yinchoq va umumiy buyumlar orqali tuxumlar yuqadi, tuproq va qum bilan o'ynash holati va muhim eslatma hisoblanadi. Ya'ni hamma bolada ham gijja bor degani emas, lekin vaqti bilan ularni tekshirtirib turish kerak. Agar bola tishini g'ichirlatsa, orqasi qichishsa va ishtahasi o'zgarsa va sababsiz ozish holatlari, dog'lar paydo bo'ladigan bo'lsa, demak bolangizni albatta gijjaga tekshirib olish muhim eslatma hisoblanadi. Kanalga obuna bo'ling. Keyingi videomizda qanaqa dorilar beriladi, qachon beriladi, qanchadan beriladi, shu haqida ma'lumot berib boraman.